Bir chumchuq Allohdan xafa bo'libdi. Kunlar o'tdi, chumchuqlonmim demasmish. Chekinib, chuqur qayg'uga g'arq bo'libdi. U endi Robbisiga yuzlanmasdi va u bilan suhbatlashmasdi. Farishtalar chumchuq haqida Allohdan qiziqib so'rashdi. Har safar Alloh farishtalarga u qaytadi deb javob berar ekan. Chunki uning ovozini eshitadigan yagona quloq menman. Uning mitti qalbidagi og'riqni biladigan ham o'zimman, derdi. Bir muddatdan so'ng ko'zlari yoshga to'lgan chumchuq daraxt shoxiga qo'ndi. Qudrati cheksiz Robbim chumchuqni va nihoyat chaqirdi. Menga ayt ey chumchuq, seni qiynab yuragingni qayg'uga to'ldirgan qanday muammoing bor? Farishtalar chumchuq nima deyishini bilmoqchi bo'lib unga qarashdi. Chumchuq ma'yus, biroz tamli ohangda dediki, mening kichkina inim bor edi. U yerda charchaganimda dam olardim, sovqotsam panoh topardim. Hech kimni bezovta qilmasdim. Hatto bu keng dunyoda u juda ham kichkina. Hech kimning joyini egallamas edi. Bir kuni kuchli bo'ron oqibatida uysiz joysiz qoldi. Qolganini chumchuq gapira olmadi. Gaplari bo'g'ziga tiqilib qoldi. Alloh taolo dediki, sen o'sha inda dam olayotganingda seni ovlamoqchi bo'lgan ilon uyingga kelayotgan edi. Men seni ilondan himoya qilish uchun uyingni buzishni bo'ronga topshirdim. Bo'rondan qo'rqib, sen u yerdan qochding va ilondan qutulding. Sevgim bilan ko'plab muammolaringdan xalos qildim. Endi sen mening sevgim va do'stligimni ko'rmasdan o'tkinchi baloni sabab qilyapsan. Bu kutilmagan javobdan chumchuqning ko'zlari yoshga to'ldi. Uni behad sevgan Allohning rahim shafqati va muhabbatidan hayratga to'lib achchiq-achchiq yig'lay boshladi. Ya Alloh, meni affet, deya